Mumayning turmudan qancha 6. qism. Nuhi hamamu Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu. Tuvanda İslam çakarları grubu tayyorlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qancha nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qancha Şu tapda yürküm qattiq siqilib, put-qo'llarim titrayotdi. Men sirtdagi turmutimga yo'linib, amrohlarim bilan yushirinib yetdim. Yo'l bilan mening oraliqim 5 metr edi. Men bilan yo'l o'rtasida kichik bir sassiq bo'lib, bu yerda iriq bor ekan. Balkim buni kichik ko'lsam ham bo'lar. Bu vaqt kunduz bo'lg'achqa biz yo'ldan o'tgan manganning hammasini ko'rib turardik. Udulimiz tarafda cho'ng bir doktorxona bo'lib, bu doktorxonaning yan darvozasi bizning udulimizga to'g'ri keladi. Agar biror odam shundoqli biz bor yerga qarasa, cho'qim bizni ko'rib qoladi. Men u yerda nihoyat qo'rqinish ichida oldimizga kelmoqchi bo'lgan odamni saqlab, toki tushdan keyin peshim vaqtigacha turdim, chunki oldimizga keldi degan odam tushkichimi kelmagan edi. Asarning davomini dal Mumayning oldiga kelgan Uyg'ur yigitning o'zidan anglab hikoyamizni davomlashtiraylik. Bu kishi deydi: Mumayning yo'ldoshi menga telefon qilgan vaqtda men Malayziyada uyimda edim. Bu xili kech bo'lgan vaqt edi. Buvay, ukam, siz bizga bir yordam qilsangiz. Mening ayol bolalarim bugun kech turimining teshiga chiqib saqlab turmoqchi. Shunsiz kelib, ularni elib kelsangiz deydi. Men o'zimga hozir kech tursa, bu qanday mumkin bo'lsin? Men bilan ularning oraliqi 700 kilometr masofa, hatto men boshqa davlatda, ular boshqa davlatda o'tadigan ikki chegara bor tursa, shunga buncha jiddiy tayyorlik qilib bo'lmayman deb o'ylab, buvayga ahvolni tushuntirdim. Ammo buvay bakli chiroyli gap qilib yolvorib ketdi. Buvayning chiroyli so'zlari sababli men ma'qul baray. Ammo bugun kech chiqmasin, ertaga chiqsin, chunki mening u yerga berishimga bir kun vaqt ketadi dedim. Men buvay bilan shunday kelishib bo'plab, darhol ertakachgacha ularning yoniga ulgurib berish uchun plan tuzdim. Men tur orqali sahar soat 4 ning aeroplanining borligini bilib, shu kuni kechida uyimdan aydiruvga bordim. U yerdan shu kunning eng avvalning biletini olib, soat 6 ning aeroplani bilan chegaraga yaqin shaharga keldim. Keyin chegara bor yeziga taksi bilan atgan soat 8 larda kelib, chegaradan qonunsiz o'tib Tailandga atgan soat 9 larda kirdim. Bu vaqtda Mumay va hamrohlari turumdan chiqib sirtda meni saqlab turgan ekan. Men ularga qarshig'ach, "Nemishqa bugun chiqsizlar? Kayta chiqsanglar" degan-ku. Hozir mening mashinam bo'lmasa, sizlarni qandoq akilman? Ham bu kunduz tursa, sizlarni qandoq akilman? dedim. Ondan ularga "Qarang'u tushkishi meni shu yerda saqlab turinglar" deb telefonni qo'yibdim. Ammo men ularni bir amal qilib hozirning o'zida akilishim kerak edi. Shunga biror mashina tepishim zarur bo'ldi. Men mashina izlab bir musulmon qorimni uchratdim va menga yordam qilib turmiyindagi doktorxonada tuqqanim borligini, ularni bu chegaraga akilib berishni dedim. Bu vaqtda mening chet el tilimmi yo'q deyarlik bo'lib, men bu davlatga ilgari bir qitim kelib boqaydim. Bu kishi xili ko'p ish haqi badaliga men bilan berib Mumaynaga berishga qo'shildi. Ammo peshin namozdan keyin boradigan bo'ldik. Bu vaqtda Mumay turmining teshida meni kutib o'tadi. Biz shu yer vaqti tushdan keyin soat 2 lar atrofida doktorxonaga keldik. Ammo Mumay va Mumay bilan birga turganlar turayotgan yerni bildirolmay, men atrofni ko'p izlab xili vaqt o'tib ketdi. Ondan ularni shu turmining yendiki ko'chaga yanda silingan turmi tam tvida ekanligini bildim. Shuning bilan ular menga bildirgan yerdan ularni topdim va yo'lda turib ularni ko'rdim. Men bilan Mumayning oraliqi 5 metr keladi. Ammo tam bilan yo'l oraliqida kichik sassiq bo'lib, bu yerda suv bor ekan. Men mundaqli qarab suv yig'ilib qolgan yer o'xshaydi deb Mumayga "Masuni kechib o'sila, ondan bu mashina bilan silni elib ketay" dedim. Ammo men o'ylab boqmaydim. Bu suvning buncha cho'nqir ekanligini. Mumay meni ko'rib boshqacha umid va g'ayrat bilan darhol suvga kiryaydi.
Mo'may suvga cho'kib ketdi. Bu qitimliq anglitishimiz mana mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Janob Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.